Ibn Abu Hotim va Ibn Mardavayh rivoyat qiladilar. Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz Madinadaligimizda aytdilar. Menga Abu Sufyonning karvoni xabar qilindi deganlar. Ya'ni Shomdan kelayotgan bo'lgan Abu Sufyon o paytlarda kofirlarning karvoni kelyapti, Madinadan o'tadi. Sizlar o'sha karvon tarafga chiqasizlarmi? Shoyat Alloh uni sizlarga g'animat qilib bersa deganlar. Shunda biz ha dedik. Chiqdik. Rasululloh chiqdilar, biz ham chiqdik. Keyin bir kun yo 2 kun yurdik. Shunda Rasululloh bizga aytdilarki, qavmda nima deb o'ylaysizlar? Matarawna fil qavm, ya'ni qavmga yo'liqish deydi. Qavmdan maqsad kofirlar qavmi. Shunga yo'liqib jang qilishga nima deysizlar? Chunki sizlarning chiqqaninglarning xabari ularga xabar qilindi deganlar. Ya'ni ular karvonni himoya qilish uchun chiqqan endi. Shunda biz yo'q dedik. Vallohi bizni qavm bilan urushishga toqatimiz yo'q. Biz faqat karvonni istadik dedik. Endi bu sahobalardan osiylik emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maslahat qilgandek so'rayotganlariga sahobalar shunchaki o'z fikrlarini bildirishgan. Biz karvonni, ya'ni zaif kichkinagina karvon deb shuni g'animat qilgan chiqdik. Biz unaqa kofirlarning hammasiga urush qilgan tayyor emasmiz deb o'zlarining toqatlari yetgandek deb o'ylagan narsalarini xabar qilishyapti. So'ngra Rasululloh yana shunday dedilar. Nima deysizlar qavm bilan urushishga dedilar. Biz yana shunday dedik. Shunda Miqdad ibn al-Amr radhiyallohu anhu aytganlarki, agar unday bo'lsa ya Rasululloh, biz sizga Musoning qavmi Musoga aytgan gaplarni gapirmaymiz alayhissalom. Ya'ni Muso alayhissalom Bani Isroilni Misrdan olib chiqib Baytul Maqdisga kiringlar, urushinglar, g'olib bo'lasizlar desalar, ular nima degan? Fazhab anta va robbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Bor sen o'zing Robbing bilan urushaver. Biz mana bu yerda kutib turamiz degan bir beadablik gapirishgan bo'lgan Bani Isroil. Sahobalar aytayaptiki, biz sizga unaqa demaymiz. Modam agar urushishimizni istasangiz urushamiz. Fatamannayna ma'sharal ansor law anna qulna mithla ma qala al-Miqdad ahabbu ilayna min an yakuna lana malun azim. Endi sahobalar shunda aytishgan, biz ansorlar jamoati shunda havas qilib qoldikki, qaniydi o'sha Miqdod aytgan gapni biz ham aytganimiz edi. Bu bizga buyuk mollardan da suyukli edi. Ya'ni biz urushga chiqmadik, biz shunchaki karvonga chiqdik degan gaplarni gapirishdi-ku. O'shalarning o'rniga shu Miqdod aytgan gapni aytmabmiz-da deb afsus qilib qoldi sahobalar. Endi bu Allohning tavfiqi deyiladi, xohlagan kishisiga shuni beradi mana. Miqdod roziyallohu anhu mana shu gapga muvaffaq qilindilar. Shunda Alloh azza va jalla rasuliga oyatlar tushirdi. Kama akhrajaka robbuka min baytika bil haqq va inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sizni Robbingiz qanday uyingizdan haq bilan chiqardi? Holbuki mu'minlardan bir firqasi yoqtirmay turgandilar. Ya'ni Alloh rasulini Badrga haq bilan, ya'ni haqiqat yuzaga chiqishi uchun uylaridan chiqardi Badrga. Karvonni ko'rsatib chiqardi. Holbuki mu'minlardan bir guruh uni yoqtirmayotgandi. Ya'ni yuqorida biz karvonga chiqdik, kofirlar bilan urushga chiqmadik deganlar. Endi bu yerda juda ham ko'p foydalar bor qissada. Birinchidan, sahobalar ochiq bo'lgan. Qo'ldan kelgan ishni qo'ldan keladi degan qilamiz. Qo'ldan kelishga ko'zi yetmasa qilmaymiz deb ochiq aytganman qiling. Ikkinchi foyda. Mo'min odam jangni yoqtirmasligi bu uni iymonini yo'qligi degani emas ekan yoki munofiq degani emas ekan. Mo'minlar yomon ko'radi deyapti qarang. Lekin iymon yoqtirmasa ham inson ana shuni amal qilishida. Chunki Alloh azza va o'zi urush haqida oyatda aytgan, kutiba alaykumul qital va huwa kurhul lakum. Urush sizlarga farz qilindi, holbuki yoqmaydi degan. Mana bu ba'zi odamlarning bu shubhalariga javob, ha, bularni o'zi ham joniga teggan, bularni o'zi ham bezor, endi dardini kimga aytishni bilmay tishini tishiga qo'yib chidab o'tiribdi deydi-ku. Insonga kimga yoqadi urush janjal? Hech kimga yoqmaydi, lekin Alloh shunga buyurgan. Shuni oqibatidan o'zimizga yaxshilik bor deb o'sha odamlar aytgandek, tishimizga qo'yib amal qilsak ham ana shu ham ajr bo'lar ekan. Hamma uni xursand bo'lib kutib olishi shart emas ekan. Mo'minlardan bir firqasi yomon ko'rardi, deyapti. Yomon ko'rsa ham inson
agar shunga taslim bo'lsa, mana shuni ortidan savob berilaverar ekan. Mana shu Badr jangida ishtirok etgan sahobalarning haqqi, ajri nima? I'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum degan Alloh. O'sha sahobalarga xohlagan ishinglarni qilinglar, men sizlarni kechirib qo'ydim degan. Endi shunday katta ajr, holbuki ularning ichida yoqtirmaganlar ham bo'lgan ekan. Lekin berildimi? Ana shu yuqorida aytgan masalamizga dalil, biz amal qilishimiz muhim. Garchi ba'zan og'ir kelsa-da, mashaqqatli tuyulsa-da, lekin sabr qilib amal qilsak, ana shunga ajr beriladi. 3-foyda. Allohning dini haqligini alomati bu dinni askarlarini holatini bayon qilishdan hayo qilmaydi, uyalmaydi. Yopti qilinmaydi. Ya'ni masalan aytmoqchimanki, bugun har qanday urushlarda ko'rasiz, hamma davlatlar o'zlarining askarlarini juda ma'naviyati oliyligini, ular pahlavon, qo'rqmas, shijoatli qilib ko'rsatishga harakat qiladi. Hech ularning qo'rqoqliklari, ayb nuqsonlarini gapirishmaydi. Shunaqa davlatni uchratganmisiz axborotdan o'zining askarlarini urushgisi kelmayotganligini gapirib turganini? Endi islomda qarang, axborotni qo'ying. Qiyomatgacha tilovat qilinayotgan Qur'onda mo'minlarni o'sha jangga chiqishda yoqtirmaganligi gapirilyapti. Mana bu dinning haqligini alomati. U dinning ichidagi shaxslar ularning xatolari gapirishdan or qilinmaydi. 4-foyda. Endi qarang, asli Badr jangi bo'lish kerak ekan. Lekin Alloh shunga karvonni sabab qilgan. Chunki jang desa chiqishmas ekanda. Karvon desa chiqadi. Bu nimaga o'xshaydi? Xuddiki qarmoq tashlashga o'xshaydi. Baliqni ilintirish uchun chuvalchangni bog'lab qarmoqqa tashlanadi-ku. Ana shunga o'xshab, ba'zan Alloh mo'min bandasini amal qildirishni istasa, unga o'sha amalni qil desa qilmaydi. Shuning uchun nima qilar ekan? Uni ko'ziga shirin ko'ringan narsa bilan uni amalga jalb qilar ekan. Hozir mana karvon sahobalarda ham ko'ziga shirin ko'ringan, osongina. Ana shuni Alloh ularga ko'rsatib, jangga olib kelyapti. Mana bu Allohning fazli, shu bandasiga oxiratda amal foydaligini Alloh bilgani uchun ham unga amal qil desa shunchaki o'ziga qo'yib bersa, qilishligi qiyin. Ko'ziga chiroyli ko'ringan narsalar bilan amal qildiradi. Shunday qilib keyin Badr jangi bo'ldi xullas, ya'ni. Maqsad bu yerda hozir qissadan qissa bizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalardan shunday jangga targ'ib qilganlar. Sahobalar mana shunday Musoni qavmi Musoga aytgan gaplarni aytmaymiz sizga deb jangga labbay deyishdi. Yana Imom Ahmad rivoyat qiladilar. Anas roziyallohu anhu aytadilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Badrga chiqishda, Badr ya'ni o'sha urush bo'lgan joyning nomi. O'sha yerda sahobalar bilan maslahat qilganlar. Abu Bakr roziyallohu anhu ishora qilganlar. Ya'ni o'zlarining fikrlarini bildirganlar. So'ngra yana maslahat qilganlar. Umar Rasulullohga maslahat o'zining fikrini bildirdi. Shunga qaramasdan yana Rasululloh maslahat so'raganlar. Endi o'zi ummatning ichida eng kattasi maslahat bergandan keyin ham yana maslahat so'raganlardan ansorlar tushunganki, bu yerda boshqa gap bor. Rasululloh Abu Bakr, Umar kabi muhojirlardan maslahat so'ramayaptilar. Rasululloh u kishini himoyasiga olgan ansorlardan bir fikr chiqishini kutyaptilar. Ular urushamiz deyishini istayaptilar. Ana shuning uchun ansorlar buni tushunib yetdi. Aytishganki, ba'zi ansorlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Ey ansorlar, sizlarni nazarda tutyaptilar." Ya'ni maslahat beringlar deganda sizlardan bir fikr chiqishini kutyaptilar. Shundan keyin aytdilarki ansorlar, "Ya Rasululloh, biz Bani Isroil Musoga aytgan gapini alayhisalom sizga aytmaymiz. Ya'ni bor sen Robbing urushib o'rgin, biz mana bu yerda kutib turamiz demaymiz. Lekin sizni haq bilan jo'natgan zotga qasamki, agar tuyani biqinini Barkul G'imotga qaratib tepinglar desangiz, sizga ergashib tuyani biqinini tepib ketamiz o'sha yerga." Ya'ni sahobalar endi arab tuya minib yurishadi. Bir joyga qarab yo'lga chiqish paytida tuyani biqinini tepishgan. Uni yurtirish uchun. O'zimizda ham shunaqa-ku, otda eshakda biqinini tepadi ya'ni. Barkul G'imot uzoq bir joydagi ko'l, Yaman taraflarida deyiladi. Uzoqdagi bir dengiz, ko'l ya'ni. Maqsadlari sahobalarda shu dunyoning nari chekkasiga bo'lsa ham yoki
Dengizga sho'ng'ing desangiz ham biz sizga ergashib ortingizdan ketaveramiz, siz buyuring bo'ldi deyaptilar. Qayerga bor desangiz boramiz deganlar. Yana Muhammad rivoyatida keladi Anas roziyallohu anhudan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maslahat qildilar. Shu Abu Sufyonning karvoni kelayotganligi xabari yetgan paytda Abu Bakr gapirdi, yuz o'girdilar Rasululloh. Umar gapirdi, yuz o'girdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunda Sa'd ibn Muboz roziyallohu anhu aytganlar, bizni istayapsiz shekilli Rasululloh. Nafsim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, agar dengizga sho'ng'inglar desangiz, sho'ng'iymiz deganlar. Mana shu dalilki, Qur'on sunnatga nisbatan inson qil deganini qiladi, aqllilik qilmaydi. Ya'ni aqlingni ishlatib ko'rmaysanmi, nima qilib ketaverasanmi deydi-ku, bu odamlarga nisbatan, ya'ni bir odam sizni o'ziga ergashtirmoqchi bo'lsa shunaqa deyiladi. Lekin Allohning so'zi, Rasulining so'ziga nisbatan nimani buyursa qilinadi. Dengizga sho'ng'ilsa dengizga sho'ng'iladi. O'zining tog'dan tasha desa tog'dan tashlaydi. Nima qilsa qilish kerak. Buni Qur'onda ham aytgan Alloh. "Walau anna katabna alayhim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khayran lahum wa ashadda tasbita." Agar biz ularga o'zinglarni o'ldiringlar, yurtinglarni tashlab chiqib ketinglar desak, qilmasdilar, ozchiligi qilardilar. Agar ular shu buyurilgan ishni qilganda o'zlariga yaxshi edi degan. Ya'ni shu dalilni demoqchiman, o'zing o'ldirsa o'ldirish kerak. Islom shunday desa agar. Yurtingdan chiqsa chiqish kerak, o'zingizga yaxshi bo'ladi. Allohga kerak emas, o'zingizga yaxshi. Bunday demagan ham asl islom. Lekin qay darajada taslim bo'lish kerakligini tushuntiryapmiz. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni targ'ib qildilar, ya'ni ketdik deganlar Badrga. Shu bilan Badr jangi bo'lgan. Yana Ibn Mardaviy rivoyat qiladilar, Alqamat ibn Waqqos radhiyallohu anhudan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Badrga chiqqanlar, Ravha degan joyga yetib bordilar. Bu Madina bilan Badrda o'rtasidagi joyning nomi. Odamlarga xutba qilib aytdilar. Nima deysizlar? Abu Bakr roziyallohu anhu aytdilar, "Ya Rasululloh, bizga xabar yetdiki, ular paloncha ekan, adadlari ya'ni ko'p ekan demoqchilar." So'ngra Rasululloh odamlarga yana xutba qildilar. "Nima deysizlar?" dedilar. Ular aytdilarki, Abu Bakr so'zlariga o'xshagan gapni. Ya'ni ko'pchilik kuchimiz yetmaydi demoqchilar ular. So'ngra yana xutba qildilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. "Nima deysizlar?" Shunda Sa'd ibn Muboz roziyallohu anhu aytganlar, "Ya Rasululloh, yana turid bizni istayapsizmi? Sizni ikrom qilgan, sizga kitobni tushirgan zotga qasamki, men u yo'llarda yurib ko'rmaganman." Ya'ni shu hozir sahobalar Nabiy sollallohu alayhi vasallam ketayotgan yo'llarda va bu yo'llarda bilmayman ham men. Lekin agar siz yursangiz, shu Barkul G'imat yuqorida aytdik-ku, dengiz. O'sha yerga boringlar desangiz ham Yamanda ekan. Biz siz bilan ketaveramiz dedilar. Ya'ni men o'zim bilmayman-ku, lekin meni qayerga qarab yetaklaysiz ketaveraman demoqchilar. Va biz Musoga aytganlarga o'xshamaymiz. Sen bor Robbing bilan urushavergan, biz mana bu yerda o'tirib turamiz deganlardan bo'lmaymiz. Siz boring, Robbingiz bilan urushing, biz ham sizga ergashamiz deganlar. Va ehtimol siz bir ishga chiqqandirsiz. Alloh sizga boshqasini paydo qilgandir. Siz Alloh sizga paydo qilganiga qaravering. Yo'lingizni davom eting. Xohlagan aloqalaringizni uzing, xohlagan aloqalaringizni ulang deganlar. Xohlaganingizga dushmanlik qiling, xohlaganingizga tinchlik bering. Va mollarimizdan xohlaganingizcha oling dedilar. Shunda Sa'd roziyallohu anhuning bu so'zlarini tasdiqlab Qur'on oyatlari tushgan. Kama akhrajaka robbuka min baytika bil haqq va inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Yuqoridagi o'qigan oyatimiz, Robbingiz sizni uyingizdan haq bilan chiqardi, mu'minlardan bir firqasi buni yomon ko'radi. Ya'ni Sa'd roziyallohu anhuning maqsadlari, siz avval karvonga chiqqan bo'lsangiz, endi Alloh boshqa ishni buyurgan bo'lsa, kofirlarga urush qilishlikni, bizdan undan maslahat so'rab o'tirmang deyaptilar. Robbingiz buyurganini qilavering. Ya'ni endi bu uchun chiqqandek boshqa ishga olib ketsam nima bo'lar ekan, nima deb o'ylashar ekan deb bizni o'ylamang deyaptilar-da. Xohlagan aloqalaringizni bog'lang, xohlaganingizni uzing degani, ya'ni kim bilan ittifoq tuzmoqchi bo'lsangiz tuzing, kim bilan buzmoqchi bo'lsangiz buzing. Shunchalik davomida mana xohlasangiz dushmanlik qiling xohlagan kishingizga tinchlik bering deyaptilar. Mollarimizdan ham xohlaganingizni olavering deganlar. Keyin yana
bir rivoyatda davomida keladi. Mollarimizdan xohlaganimizni olavering deganlardan keyin va xohlaganingizni bizga bering. Nima bersangiz ham, nima olsangiz ham bizga farqi yo'q deganlar. Va aytgan ekanlarki, bizdan qancha olsangiz narsalarimizni, o'sha olganingiz bizga, bizda qoldirganingizdan suyukliroq bizga deganlar. Ya'ni masalan biz bir odam kelib bizni molimizni olsa, olgani bizga suyukliroqmi, qoldirganimi? Bizga hozir hammamizga qoldirgani suyukliroq. Ha, shunchasini qoldirib ketib yaxshi deyiladi. Olganidan ko'ra biz o'zimizga qolganiga xursand bo'lamiz. Sahobalar aksini aytishgan. Biz qancha olsangiz, olganingizga shuncha xursandmiz. Qoldirsangiz, qoldirganingizga xafamiz degan. Va bizga nimaiki ishni buyursangiz, bizni ishimiz sizning ishingizga tobedir. Vallohi Allohga qasamki, agar shu balki g'amdongan shu Yamanga bizni yurgizsangiz, siz bilan o'sha yerga ketaveramiz deganlar. Davomli yuqoridagi hodisalar yana. Yana bir rivoyatda keladi, o'shanda aytganlar, Sa'd, biz jangda sabrlimiz. Dushmanga yo'liqqanda sodiqmiz. Shoyat Alloh sizga bizdan ko'zingizni quvnatadigan narsalarni ko'rsatsa, hali ko'z quvnatadi bilan jangda demoqchilar. Allohning barakati bilan siz yuravering deganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda Sa'dning so'zlaridan xursand bo'lib ketdilar va Rasulullohni bu g'ayratlantirib yubordi. Siru va abshiru, yuringlar, xursand bo'linglar. Alloh menga ikki toifaning birini va'da qildi deganlar. Ya'ni yo karvonni, yo Badrda shu kofirlarni qatl qilishlikdi. Ya'ni shu ikkitasining birini. Oxir qaysi bo'ldi? Shu ikkinchisi mana. Badrda kofirlar qatl qilinib 70 tasi asir olinish bo'ldi. Va ana shu ikkinchisi bo'lishiga ishora qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Vallohi men hozir o'sha qavmning halokat o'rinlariga qarab turgandayman" deganlar. Ya'ni ularning o'lishini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xuddiki ko'rib turgandek tasvirlayaptilar. Badrda o'shalar qatl bo'lishini.